O'zbekiston, AQSh oxirgi yillarda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar chuqur ishonch va o'zaro hurmat ruhida jadal rivojlanib bormoqda. Ayniqsa sog'liqni saqlash sohasidagi aloqalar tobora mustahkamlanib, birgalikdagi loyihalar yurtimiz tibbiyotini yanada rivojlantirishga xizmat qilyapti. Buni sud tibbiy ekspertiza yo'nalishida amalga oshirilayotgan qo'shma dasturlar va ularning amaliy natijalari misolida ham ko'rish mumkin. Sog'liqni saqlash vaziri Asilbek Xudayarov, Amerika Qo'shma Shtatlarining yurtimizdagi favqulodda va muxtor elchisi Jonatan Henik hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha boshqarmasi Toshkentdagi mintaqaviy vakolatxonasi rahbari Oliver Shtolpi bilan birgalikda Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazida bo'ldi. Dastlab mehmonlar muassasasida yaratilgan sharoitlar, zamonaviy laboratoriyalar va sud tibbiy ekspertiza yo'nalishidagi ishlar bilan tanishdi. So'ng 3 tomonlama uchrashuv o'tkazilib, o'zaro hamkorlik doirasida amalga oshirilayotgan qo'shma loyihalarni rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqildi. Ushbu muhokamalardan ko'zlangan asosiy maqsad bugungi kunda sud tibbiyoti amaliyotida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va ushbu texnologiyalarni sun'iy intellektdan foydalangan holatda amaliyotga tatbiq etishdan iborat. Bugun qaysidir ma'noda ko'zlangan maqsadimizga erishdik. Biz ushbu tashkilotlar bilan olib borgan hamkorligimiz jarayonida ko'plab yangi tekshiruv usullarini va yangi texnologiyalarni sud tibbiyoti amaliyotiga joriy etgan edik va 26-yil davomida ham o'zaro hamkorlikni kuchaytirish borasida bugun kelishuvga erishildi. Ta'kidlanganidek, o'tgan yili markazga Amerika Qo'shma Shtatlari va BMTning giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha boshqarmasi ko'magida O'zbekiston Respublikasi sud ekspertik muassasalarining imkoniyatlarini mustahkamlash 3-faza dasturi doirasida Shimadzu Corporation kompaniyasida ishlab chiqarilgan umumiy qiymati 121 ming AQSh dollariga teng bo'lgan yangi avlod xromatoma spektrometr apparati keltirildi. Bu esa muassasaning laboratoriya imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, narkotik moddalar, psixotrop vositalari va ularning qo'shimchalari bo'yicha tahlillar olish imkonini yanada kengaytirdi. Ushbu markaz faoliyati bilan tanishib, O'zbekistonda sud tibbiy ekspertiza sohasida sezilarli yutuqlarga erishilayotganiga guvoh bo'ldim. Bu esa yurtingizni AQSh uchun sog'liqni saqlash, huquqni muhofaza qilish, giyohvandlik hamda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash sohalarida yanada kuchli hamkorga aylantirmoqda. Kelgusida biz almashinuv dasturlarini davom ettirgan holda AQShda o'quv tashriflarini yo'lga qo'yish va amerikalik mutaxassislarni O'zbekistonga yuborishni rejalashtiryapmiz. O'tkazilgan muloqotlarda sohaga ilg'or xalqaro tajribani joriy etish, kadrlar salohiyatini oshirish, tizimni raqamlashtirish, markaz va uning hududiy filiallarini zamonaviy laboratoriya uskunalari bilan ta'minlash hamda ilmiy tadqiqot ishlarini qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama etildi. Uchrashuv yakunida tomonlar narkotik moddalarning noqonuniy aylanmasi oldini olish, jinoyatchilikka qarshi samarali kurashish va sud tibbiy ekspertiza sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga kelishib oldilar. Shuningdek, markaz hamda uning hududiy filiallari xodimlari bilan o'tkazilgan muloqotda joylarda sud tibbiy ekspertiza xizmatini takomillashtirish va yangi loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha fikr almashildi. Bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha boshqarmasi va O'zbekiston o'rtasida sud ekspertiza sohasidagi loyihaning 3-bosqichi amalga oshirilmoqda. Tashkilotimiz 30 yildan ortiq vaqt davomida mamlakatingizda giyohvandlikka qarshi kurash, korrupsiyaning oldini olish, sud huquq tizimini rivojlantirish hamda yoshlar o'rtasida profilaktika ishlarini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Ushbu markazga o'rnatilgan yangi uskunalar yangi psixoaktiv moddalarni aniqlash imkonini yaratib, bu yo'nalishdagi xizmatlar sifatini yuqori bosqichga olib chiqadi. Xulosa qilib aytganda, sohadagi bugungi xalqaro hamkorlik sud tibbiy ekspertiza tizimini yanada takomillashtirish, laboratoriya imkoniyatlarini kengaytirish va joylarda xizmat sifatini oshirishga zamin yaratadi.